Nissan L7 Ultra mashinasiga hop, head-up защита, воздушный salon, maslinli filtrlardan qilib berganmiz. Hop, undan tashqari bu xaridlari 4 ta shuni ichiga mana shunaqa organizer solib berganmiz. Холодильник защита juda sifatligi. Hop, organizerimizning oldi taraflari. Hop, bundan tashqari silikon rol. Hop, mana pakovoyga shunaqa karbonlardan ham sunuvka qilib berganmiz. Hop, bundan tashqari mana Max safe'lariga mana shunaqa shnur qilib berganmiz. iPhone Type-C bo'ladi. Pultlariga mana shunaqa temirli chexollarimizni yetib kelgan. Teglari dakansa ochiq bo'lmaydi, sifatlari juda yaxshi. Hop, pult monitorlar uchun mana shunaqa yostiqlardan qilib berganmiz. Ikki mana shunaqa kichkinagina ko'rib turganingizdek mana shunaqa vishelkalardan qilib berganmiz. Paketlar bo'lsa osib qo'yaverasizlar. Hop, rullariga silikon chexolni aytib o'tdik. Hop, bartiga ham o'zini imennoy silikonlardan solib berganmiz. Hop, bar chexol mana head-up displeyimiz bo'ladi. Qirilib ketmasligini ancha oldini olib beradi. Luqillab ovoz chiqmaydi. Moshina bo'lib turadi. Hop, monitor rezina, yana stikloli qilib berganmiz. Xullas, mashinaga hamma kerakli udobstvalar qilib berilgan. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, UZB Store'ga murojaat qilaverasizlar.